Assalomu alaykum, kino alemini ixlosi bo'lak do'stlar, sizlar meni және kino shou rubrikasi. Jungle. Dastlabki qadam, tovus, qo'msa, tuya, meshitxon. Bu so'zlarni eshitib, qaysi film o'yingizga keldi? Ava, bugun xalqimizning nag'ız sadalığını savlalantirgan o'ra film haqida so'z etamiz. Жібермеймін. Keling endi filmning tomoshabinlarga sirli taraflari haqida so'z etamiz. Film 2008-жылы suratga olingan bo'lib, ssenariy avtori Muratbay Nizanov, rejissyorlar bo'lsa Bautdin Baymurzayev, Bektileo Nizomatdinov, bosh qahramon Yerbay obrazini Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan artist Qurbonboy Qalandarov ham boshqa rollarda bir qator tanimali aktyor ham aktrisalar atqargan. Film syujeti Yerbayning avulga ko'chib kelgandagi avul turg'unlarining og'izbirchiligi, jala ham hazillari, bosh qahramon ham uning sha'rag'ining sabrliligi haqida so'z etadi. Bazarboy! Ay o'lim! Menga qara. Film duratuvchilik jamoati qiyin epizodlarda birinchi suratga olishdan boshlaydi. Bunda dastlabkisi tuyaning yeshir urag'a tushib ketuvi. Bunda 2 kun davomida tuyani hech kim urag'a tushira olmaydi. 3-kuni Arnovli qassoblar chaqirilgandan so'nggina tuyada ayvonganday bir deganda urag'a tusha qo'yadi. So'ng menen birinchi epizodda tabislar suratga olinadi. Ey so'rli, taslanab shag'ingni. Quturgan bo'lsa ne qilasan? Quturgan begenay. Yerbayning o'yinishi qirilib qoldi degan epizod barchamizga tan albatta. Bu filmda suratga olingan ikkinchi qiyinlov epizod. Sen Bazarbayga, Perdebayga, Jumabayga, Qalbayga, ana Yerjan atanga aytib kel. Yerbayning uyining ishi menen qirilib qolibdi de. Yaxshi ağa. Qiyin tarafi sonda 2 hafta davomida davush chiqaruga duratuvchilik jamoat rayon aralab uy topa olmaydi. Irimga olib hech kim uyin bermaydi. So'ng kino studiyaning hovlisindagi eski garajga yana bir devor qo'sib, haklab, yelida uyga o'xshab uchun topshan, ketek qo'sib, bu epizodda tabislar shumaqlanadi. Meshitxon og'izbirchiligini, sadalig'ini, asirasi avul oqsoqolining rolini ayqin ochib bera olgan bu filmni sizda tomoshalagan bo'lishingiz mumkin. Tomoshalamaganlarga bo'lsa usunib etamiz. Aytmoqchi, yana bir ma'lumot, filmning negizgi ati ssenariy bo'yicha qaraqsh edi. Biroq ko'rkemlik kenges tarafidan urg'a o'zgartirildi. Xo'sh, siz buning sababini nega o'ylaysiz? O'ra menen qaraqshining ayirmachiligini kommentariya bo'limida yozib ketamiz.